kolektif işinden, Grinka Fizika'nın kolektif işinden, bu kolektifin direktörü Süzgerler Gülfiye Hanım. Hayırlı gün millətdaşlar. Rüxsat etiniz sizge Samara Regional Dostluk және İçtimai Uyuşması Prezidenti Kunyukayev Fakhreddin Badreddinoğlu isminden Qaynar Selenlerge, hem anın isminden kutlaw sözlerini okuyup getirgen. Hürmetli tamaşaçılar, ansambl a'zalari, şen ko'ngildan barig'izda şuşunday yemli, mo'ngli kunni is-ketkish tomosha bilan qutlayman. Yolqinli yoshlik turkumi 47 yildan ortiq Samara, Qozon, Orenburg, Ulyan, Ufa ham boshqa shaharlarda milliy biyular, mo'ngli jillar, she'rlar bilan tatar xalqining ko'ngillarini ochib, jirlatib, o'ynatib turadi. Yolqinli yoshlik turkumi Samara qatorlarining bir asl tashi. Ansambl maxsus talantlı artistlar bilan bek boy. Ularning orasida 38 yil o'z jonini ta'nin berib ishlagan milliy she'rlar jillar Aysilo Kurmayeva. Anam ular xizmatini esga olib, tatar xalqining madaniyatini o'stirishda, g'irib-g'ilatlarini saqlab qoluvda boshqargan zo'r ishlarini esga olib, ol bu yilni 14-mart kunida Qozon shahrida butun dunyo tatar xotin-qizlar aqalfaq uyushmasi 5-forum o'tirishida Tatariston Respublikasi at qozongan madaniyat xizmatkari ismi bilan bo'laklandi. Aysilo Rafiqova, shin ko'ngildan o'zingizni bu bek zo'r ham loyiqli ism bilan tabriklaymiz. Afarin. Siz yolqinli yoshlik turkumining darajasin, donin, ismin tag'in bir bosmaga iskara bostirdiz. Biz sizga zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Hem kelajakda da o'ngishlarga erishirsiz deb ishonamiz. Rahmat. Endi men o'zimni ismini aytashim kerak. Aqalfaq uyushmasi direktori, Do'stlik uyushmasi a'zosi bo'laroq o'z ismini aytashim kerak. Aysilo opa ko'p yillar sahnada ijrolab, tatar xalqining ko'nglini ochdi. Ko'p yillar zo'r ishlar boshqardi. Samara tatarlari ismini butun Rossiyaga ham butun dunyoga yangiratib, yangiratdi. Onun xizmatlarini aytib bitirlik tugul. Xalq uni yarata, xalq uni taniydi. Ammo Qozonda Tatariston Respublikasi Qozonga madaniyat xizmatkari medali bilan bo'laklanganda zal qo'l shapqondan shotladi. Shu xatli yaratib Samarani qarshi oldilar. Aytamiz biz Aysilo opaga qo'l shapqon rahmatlarimizni bildiraylik. Bunlar biz her vakitte sıcaklar. Ve yolculuğunu yaşayan insanlarla 10 yılda yakınında şu Şubatlı Dıvarış'ta ulaşıp üzeri yakın devam eder. Bu şu Dıvarış'ın direktörü Güzel Safina bana bana söz veriyor. Хотел присоединиться к поздравлениям Луизапа от всей души, от всего коллектива, от Дома культуры человека, от себя лично. Поздравляю тебя с такой высокой наградой. Более 30 лет ты посвятила ансамблю и до сих пор занимаешься своим любимым делом. Спасибо тебе большое. И мы гордимся тобой. Ты просто уникальная, талантливая. Твоя неугомонная энергия не перестает нас удивлять. И такая многогранная творческая натура, хотелось бы, чтобы всегда ты такой была. Спасибо тебе огромное. И, конечно, хочется отметить, что Луизапа в 2007 году пришла работать в «Чайку», и было очень комфортно работать с этим человеком. Любая поставленная задача была выполнена на 100%. Очень от всей души, Луизапа, желаем тебе, конечно же, таких новых достижений. Мне кажется, она не остановится на достигнутом Елизавы. Мы желаем ей новых творческих достижений. Конечно же, здоровья тебе и огромного человеческого счастья, Луизапа. Qadrli do'stlar, bek zo'r rahmat sizga, baringizga da kim mening ishim shodlandi. Birinchidan endi yolqin yoshlikka rahmat. Anarga olqishlagan yolqin yoshlikka. Bizlarsiz bo'lmasangiz bu buyuk medallar bo'lmas edi. Endi benim oyog'im qo'lim yengil bo'lsin. Bunda bas
Anın tırışlığı bilen, kadece dostlarım, dostluk uyuşmasının tırışlığı bilen, şu isimler yalkınlı yaşlıkka birildi. Bu nina birilmedi deb sanıyorum. Bu birildi yalkınlı yaşlıkka. 50 yılga jiteyindi bizning tariximiz. Elde pakar ikinci İlgiz Abudansın zaslуженный работник культуры деп әйтелмейді. Шуңа күрә безнең әле алда, бөтен уңышларыбыз алда. Дуслар, тырышыйк. Аяклар, куллар җиңел булсын. Илгиз абый, сиңа бик зур рәхмәт. Безгә туры юлны күрсәттең. Рәхмәт яусын сезгә. Барыгызга да рәхмәт, дуслар. Сез булмасагыз, бу исемнәр булмас иде берегезгә дә. Рәхмәт. Fakat olanlar, bana şartlar üstüne şartlar bilen tarafı haber edelim de, yolculuğu yaşık yolunda kitap yazılı bitti. Bana onu tipografide bir yatırarız. Bu ilde yolculuğu yaşıktan 45 yıl dünyada turda kitap başarılamışsa, olmamışsa Samatuyla bu kitap kilip taşıran, Samatuyla kilimiz bilekler alırız. Rahmet sizlere.